Shuhrat Bobojon, Time Machine 1984. 38-qism. Toshkent, 1984-yil iyun. Dom kino. 3 yilcha oldin Sharof Rashidov tashabbusi bilan ochilgan, me'morlik san'ati va funksionallikni birlashtirgan oq marmar kinochilar uyi o'ziga xos san'at markazini eslatardi. Kiraverishda Leningrad akademiyasini bitirib kelgan haykaltarosh Azamat Xotamovning Malak degan asari turibdi. Ichkarida esa haykaltarosh Damir Ro'ziboyevning Kino muzasi degan skulptura kompozitsiyasi o'rin olgan. Birinchi qavat devoriga rassom Bahodir Jalolovning Mashaqqatlar aro davr devorlaridan o'tish nomli monumental asari chizilgan. Asar markazida Pablo Picasso va xorazmlik kinochi Odaybergan Divonov portretlari bor edi. Dom kinodan sal narida o'rnashgan sartaroshxonani 9 yashar qozoqbashara bola supurib yurardi. Bolaning otasi Obid aka sartaroshga dastyor qilib bergandi. Jahongir edi uning ismi. Bu shogird bola Toshkent hokimi bo'lganida 2019-yili Dom kinoni buzdirib tashlab, Toshkent Gerostrati degan nom olishini hali hech kim bilmasdi. Irina va o'g'il kiyik 2-qavatga chiqib, o'ngga burilishdi. Esir xalq artisti, sotsialistik mehnat qahramoni, esir xalq deputati Malik Qayumov degan yozuvli taxta qoqilgan kabinet qabulxonasidagi yahudiy kotiba qiz Janna qizlarni ko'rgani zahoti o'zlarini kutayapti deb eshikni ochdi. Salqin va nimqorong'u kabinetning bitta devori ulkan akvariumdan iborat edi. Kumush sochlari derazadan tushgan nurda yaltirayotgan Malik Qayumov akvariumdagi 8 oyoq va oltin baliqlar o'yiniga mahliyo bo'lib turardi. Kelinglar qizlarim, nega Kusto hayratda ekanini bilish uchun shu akvariumga 2 daqiqa qarab tursangiz kifoya dedi. Malik aka qizlarga iltifot to'la ko'zlari bilan boqar ekan. Annagul telefon qilgandi. Oltiboyning bevasi. Men Oltiboyni hurmat qilaman. Hajga borganimda atay duo qilganman. Kulmanglar. Esirda hoji bo'lgan 4 kishi bo'lsa, biri menman. Saudiya qirolini kinoga olganman. Ammo Oltiboy mendan zo'rroq edi. Yosh o'lib ketdi. Xo'sh, akademik qizlarim, kinochi akangizdan nima xizmat? Kofe bilan mehmon qilay. Yaqinda italyan kinorejissyor Antonioni bir quti Braziliya kofesi beruvdi. Janna 2 finjon kofe damla Antonioni jo'natganidan. Albatta konyak ham keltir. Arman konyagi, 5 yulduzli. Shokolad ham bo'lsin. Men bugun kofe planini bajardim. Mening yoshimdagi odam bir kunda bir chashka ichsa yetadi. Yurakka jabr. Lekin qizlar bilan bir yumka konyak ichish mumkin. O'g'il kiyik Malik akaga Fanlar akademiyasi iltimosnomasini tutqazdi. Malik aka xat ustida iltimos ado qilinsin deb rezolyutsiya qo'yib Jannaga berdi. Lichtwagen mashinasi tajriba kuni ertalabdan to soat 17 gacha Fanlar akademiyasi oldida turadigan bo'ldi. Qizlarni kuzatayotib, Malik Qayumov savol berib qoldi. Darvoqe, qanday eksperiment? Men ilmiy kashfiyotlarning guvohi bo'lganman. 1941-yili Samarqandda Go'ri Amirdagi Timur maqbarasining ochilishida kinochi bo'lib qatnashgandim. Yana ham to'g'risi, kinoni elektr bilan ta'minlagandim. O'sha davr Lichtwagenini boshqardim. Sizlarning go'zalligingizni kinoda muhrlaymiz. Janna xronikadan 4 ta odam borib, ilmiy kashfiyotni kinoga olib qo'ysin. Dom kinoning 2-qavatida ko'rgazma zali va bufet bor. O'sha bufet yonidan shovqin eshitildi. Bufetchi xotin oldidagi kishidan ichgan arog'ining haqqini so'rar, soch soqoli o'sib ketgan kishi esa bufetchini kalaka qilib, menda pul nima qiladi deb tirjayardi. Bir payt g'irt piyon bu kishi o'tirgan stulning oyog'i sinib ketib, ontarilib tushdi. Bufetchi yerda ontarilib, qorni bir yon, soch soqolli kallasi bir yon bo'lib, hushsiz yotgan aroqxo'rning cho'ntagini kavlab hech vaqot topa olmadi. U Malik Qayumovga ko'zi tushishi bilan shikoyat qilishga tushdi.
Mana u bezbet ichib pulini to'lamadi. Rastrat uchun qamasa meni qamashadi. Siydigiga belanib yotgan bu bezbet rassom Boysun yetimxonasidan chiqqan Ro'zi Choriyev edi. O'g'ilki karmonini ochib qancha qarzi bor men to'lab qo'yaman deganda Malik Qayumov to'xtatdi. Yomon odam bu. Rashidovdan shuncha yaxshilik ko'rdi. Mana endi Rashidov o'lib, nomi yomonotliq bo'lganidan keyin o'zi chizgan Rashidov portretini ustaxonasida berkitib qo'ydi. Yaxshilikka yomonlik qiladigan toifa bu. Yetimxonada shunday tarbiyasizlikka o'rganib qolgan. Malik Qayumov aytgan rasmda Rashidov hamda arman rassomi Saryan tasvirlangan edi. Rashidov o'lgach, rassom qo'rqqanidan kartinasidan voz kechgandi. Bu sag'ir rassom bilan solishtirilsa, har qanday odam yaxshi bo'lib ko'rinadi. Masalan, Malik Qayumovning bir gapi bilan kelajak chivini haqidagi eksperiment kinolentaga muhrlandi. 1984-yili O'zbek kino arxividagi minglab kilometr lentalarni o'g'irlab yoqib, lenta tarkibidagi kumushni ajratib oladigan yarim jinoiy, yarim tijoriy gruppa bo'lgan. Shu jinoiy gruppaga kinolentalar o'ralgan katushkalarni aravaga solib chiqarib berish Irismat degan qorovulning vazifasi edi. U bu ishni kechqurun qosh qorayganda qilardi. Irismat aravaga lenta to'ldirayotganida bir katushka dumalab yerga tushib qoldi. Ertasiga O'zbek filmda muharrir bo'lib yarim stavka ishlaydigan Ulug'bek degan yigit bu katushkani topib olib sumkasiga solib qo'ydi. Ulug'bek O'zbekistonda Internews xalqaro tashkilotining ilk ijrochi direktori qilib tayinlangandi. Uni tayinlagan odam esa Erik Jonson. Ulug'bek lenta o'ralgan katushkani Erikka sovg'a qildi. 1935-yil London. Windsor Qiroliyat saroyi hovlisida boshiga salla o'ragan odam yuribdi. Bu mening ustozim, deydi Tamara xonim. Olim aka ustozim, boshidagi salla emas, kelayotib Berlinda boshini operatsiya qilishdi. Shunga bint o'ralgan. Konsertda tushunmovchilik bo'lmasin deb sallaga o'xshatib o'rab qo'ydim. Londondagi konsertda usta Olim Kamolov doira chaldi, Tamara xonim raqsga tushdi. To'xtasin Jalilov va Abduqodir aka Ismoilov tambur bilan dutorda jo'r bo'lishdi. Oltin medalni esa Mariya Tekskaya qirolicha zot oliylarining o'zi Tamara xonim bo'yniga ilib qo'ydi. 1984-yil iyun. Moskva viloyati Redino harbiy poligoni. Kinochi Vadim Abdurashidov Parad Planet degan filmni suratga olmoqda. Poligon hududidagi harbiylarga tegishli ulkan elektr transformator kun bo'yi zamikaniya bo'lib chart-churt o't chiqarib yotibdi. Bu kabi sovetcha o'zbo'larlikka odamlar ko'nikib ham qolishgan. Filmda gastronom qassobi Sulton rolini o'ynayotgan Sergey Shakurov transformator simlaridan chiqayotgan uchqundan zajigalka sifatida foydalanib yurardi. Shakurov uchqunga sigaret uchini tekkizib yondirib olardi. 27-iyun kuni film rassomi Aleksandr Tolkachov hovliqqanicha kinorejissyor Vadim Abdurashidov yoniga yugurib kelib, Seryojani to'q urdi deb baqirdi. Vadim Abdurashidov poligondagi yonayotgan transformator yoniga yugurib bordi. O't o'chiruvchilar sepgan suvga qaramay, ulkan transformator yonib kul bo'ldi. Transformatorga qo'shilib Sergey Shakurov ham yonib ketgandi. Fojia. Barcha shok holatida. Shu payt poligon chekkasidagi o'rmon ichidan Sergey Shakurov sog'-salomat chiqib keldi. Uning usti boshi kuyib ketgandi. To'kurdi blin, deydi g'amgin ko'zlarini bir nuqtaga tikkanicha. Shakurov chiqib kelgan poligon chekkasidagi o'rmon bilan yonib ketgan transformator orasi 1 kilometrcha uzoq. Agar transformatorning yuqori fazali toki urgan bo'lsa, u 1 kilometr uzoqdagi o'rmondan nima qilib yuribdi? 2 kundan keyin kechki o'tirish chog'i Shakurov yorildi. Men narigi dunyoga borib keldim. Vadim, kinodagi fantaziya haqiqatga aylandi, jin ursin.
nega bu kinoda o'ynashga rozi bo'ldim o'zi, dedi 3-stakandagi aroqni zakuskasiz simirarkan. Shakurov kuchli elektr zaryadi ta'sirida magnit to'lqiniga aylanib, narigi dunyoga borib kelganiga ishoniladi. Abdurashidov 1984-yili suratga olgan Parad Planet filmida harbiy zborga chaqirilgan 6 erkakning vaqt devorini sindirib o'tib, noma'lum davrga borib qolganini aks etgan. Film 1984-yil noyabrda prokatga chiqdi va qisqa muddatda 3 millionga yaqin odam tomosha qildi. Shakurovning to'q urib narigi dunyoga borib kelgani esa 1984-yilning 27-iyunida ro'y berdi. Ayni shu kuni Toshkentdagi Kibernetika institutida kelajakdan uchib kelgan chivin tirilgan edi. Siz rassom Shuhrat Bobojonning Time Machine 1984 audio kitobidan 38-qismni tingladingiz. Davomi bor.